Bismillah, subhanalloh, shunaqangi mayin shamol. Alhamdulillah, yo Robbil alamin. Bugungi kunimizni barokatli, saodatli, ofiyatda, yaxshi amallarga boy bo'lib o'tishligini o'zing nasib etgin. O'z fazling bilan, o'z marhamating bilan Allohim qalbimizni nurga to'ldirgin. Imkoniyat eshiklarimizni ochgin. O'zing rozi bo'ladigan bandalaring qatorida hammamizni qilgin yo Robbil alamin. Allohim mehribon egam. Shunaqangi hozir shukurda xursandman, alhamdulillah. Shunaqangi bu havolada odam mazza qilib tafakkur qilishga undaydigan havo bo'lyapti, subhanalloh. Allohim hammamizni xonadonimizga barokatlaringni yog'dirgin. O'z fazling bilan qalbimizni nurli qilgin, yuzlarimizni nurli qilgin. O'zingga yo'liqqanimizda yorug' yuz bilan yo'liqishligimizni o'zing nasib etgan. Subhanalloh. Amin, amin.